Do'stlar, assalomu alaykum hammaga. Yana bir zakazga keldim hozir, sizlarga ko'rsataman. Короче, do'stlar, mana shu yerni men taxlab ketgandim buni ichini. Где-то 30 sm qilib hamma yerini snimat qilib oldim buni. Tekislab. Mana shunaqa o'tlik edi bu yer. Hozir geotekstil tashlaymizda pisok yoyib chiqamiz hamma yerga, mana shunaqa pisokda. Pisok ham mito pisok. Normal ekan. Xudo xolasa taychoq bilan taxlab chiqamiz. Bu ishda endi yangi o'rganayotganlar bo'lsa, maslahat beraman. Bir tarafdan boshlab kelish kerakda. Buni hamma yerga yoydirsangizlar, mana geotekstilni, keyin geotekstil o'ynab qoladi. Lучше boshida masalan o'zingizga kerak joy где-то 10 metrmi, 8 metrmi shuga boshqa geotekstil tashlab chiqadi. Keyin pisok ustiga tashlab boraveradilar. Hammasini ko'rsataman hozir. Geotekstil tashlab chiqdik hozir. Mana shu yergacha tashlaymiz, pisokni boshlaymiz shu yerda. Bolalarga ozgina qarashib yuboramiz. Agarda shunday formatsiyalar yaksa, Xudo xolasa video turamiz, shu formatsiyalar yaksa. Ya do'stlar, pisok doldimi? Вообще traktor sürmanglar, nagruzka bermanglar. Doldi, alamiz apart tashlaymiz. Men ko'pchiligi bilaman, traktor kurab atadi, nagruzka berib doldurib olsak bo'ladi. Uni meni doldimi, всё, apart tashlamaydi. Iloji boricha traktorga nagruzka bermangiz. Hem sanaga qalin bo'ladi, hem ishingiz o'nadi shunda. Xudo xolasa YouTube'a zo'r o'rgatadigan videolar ham qo'yaman, ko'rasizlar. Chotki videolar qo'yaman. Yetib turibdi rezultat. Ozgina qoldi, xudo xolasa. Где-то yarim mashinani ishora yayamiz, ishora yayib turib, keyin bir planirovka etamiz, cho'tka bo'ladi. Короче, pisok yoyib bo'ldim do'stlar. Hozir полностью planirovka qilamiz endi. Telefonni yana timelapsga qo'yaman, ko'rasizlar. Chiroyli qilib planirovka qilamiz.
rezultat. Ana just проверить. Mana do'stlar rezultat. Hozir ustidan yana bitta bir planirovka qilamiz и все. Bular seminarimiz tugaydi. Do'stlar, ko'pchilik ошибка qiladi-da, u yangi o'rganayotganlar, oldingilar ham ko'pchiligi noto'g'ri qiladi. Mana bu yerga saridor surtishadi. Saridor, bu yerga saridor bilan smaska qilmaslik kerak. Oyoqlarga основной mana bu yerga. Saridor bilan smaska qiladigan bo'lsangiz, saridor bu yerga qum, gryaz tortib oladi o'ziga, keyin mana buni ichidagi направляющийлар ketadi mana bu yerda. Lучше mana bunaqa narsa olasizlar, bir haftaga bir donasi yetadi bir haftaga. Ochasizlar. Silikonoviy smaska deydi buni. Chayqab turasizlar. Endi shuncha traktor pul topyapti, 500 rubl jalka emas lekin bir haftaga. Ko'rdingizmi? Mana bu smaska, mana silikonoviy smaska. Bu tarafidan. Iznos bo'lmaydi-da. Yaltirab turishi kerak bu narsa. Bu yerga hech qanaqa saridor bo'lmashi kerak. Men направляющим yangi. Shuning uchun tak. Bir haftada bir marta mana shunday ishlataman. 500 rubl jalka emas. Zato texnika ko'pga boradi. Oyoqlarga ham taqizim mana. Mana shu yerlarga ham. И все. Agar полезный bo'lgan bo'lsa, like bosib, подписаться qilib qo'yinglar.